Tilla olsizlarmi? Dada, o'g'limiz aka keling. Nima narsa? Bitta minusi bor faqat aka. Qanaqa minusi bor? Bir foyda. Nima bir foy? Ziray. Tillami aka? Ha, shunaqa bo'lishiga yetdi ko'ring. Pul aka, tilla bo'lsa o'ramiz. Ha, tilla ekan 585 rubl ekan. Kim aytdi bizani bir foyini olmaymiz aka? Ko'pchilik. Ko'pga olsiz. 583 585 lomda faqat aka. Ha, bo'ldi. Lomni olib qolamiz. Lom bugungi kunda xudo xolasa 950 ming so'm bo'lib turibdi. Ya to'xtang aka, hisoblamay turing. 19 nimaga? Bitta temiri ham bor edi, shuni ham bitta ko'rib beringchi. O'xshi hisoblaymiz aka. Temir deysizmi? Materiallik, okey. Ya buvimga berishgan ekanda 16 ta tug'ganlar buvim. Men qora bo'lganiga temirni oldim. Ha. Mana bu yulduz bormi? Tilla bor, okey. Buvimga berishgan ekanda oldim. 100 ga? Yaxshi. Sotmoqchisiz buni? Ha, buni ham olasizlarmi? Ha, bundachi 3,5 grammdan 4,5 grammgacha tilla bo'ladi, 900 probada bo'ladi, okey. Aha. Xohlasangiz hisoblab beraman. O'xshi bitta hisoblaylik unda. Bo'ldi, buni qarang, okey. Q19 hop 950 mingdan lom qilib beraman. Ha, bir poy bo'lsang o'sha narx olasizmi? Ha, shunaqa, okey. 2 million 80 ming bor, 2 million 100 qilib beraman. Hop, buningiz bo'lsa, hop. Bu 5 million botdi. Top qarang, 5 million plus 2 million 100 bo'lsa, 7 million 100 bo'ladi ikkalasi, okey. Rozimisiz? Bo'ldi, roziman aka. Bo'ldi, okey. Unda baraka. Narsalar o'zingizga tegishli, okey? Ha, o'zimniki, okey. Buvimniki ya'ni temir. Bo'ldi. Mana aka, kelishilganda 7 million 100. Rahmat aka. Bo'ldi. Buni yana temirni boshqa joyga olib borib tashamang, bo'lsa yana olib keling. Bo'ldi aka. Beramasmi, aka? Xo'p, o'zingiz olib kelaman, pulni. Bo'ldi, aka. Agar sizlarda ham shunaqa tilla yoki bunaqa o'rninglar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Gold Avenues eng yaxshi tanlov.